Assalamu alaikum Şarq Türkistanlıq aziz qarindoshlar. Dünya Uyghur qurultayı tərəfindən təsis qilingan Tor televiziyasının bugünkü Naq Meydan söhbət proqramısına xoş gəldiniz aziz qarindoshlar. Mən Fərhad Yoranqaşlıman. Aldı bilan hammangizlarni yurakdan salomlayman. Cenab-ı Allah hammamizni salomat qilsin. Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin aziz qarindoshlar. Ekran aldığık hörmətli aziz qarindoshlar, sizlarga ma'lum, hozir butun dunyo miqyosida mustabid kommunist Xitoy hokimiyatininki Şarq Türkistan xalqi qarata yurgizayotgan reyimsizlarcha irqiy qirg'inchilik siyosatiga qarshi keng ko'lamda norozilik namoyishi berilyotdi. Bo'libmi mustabid kommunist Xitoy hokimiyatininki Şarq Turkistonda ta'sis qilgan, ya'ni Nazi kamplarga, bunga qarshimi umumyuzlik butun dunyo miqyosida norozilik namoyishlari davom qilyapti aziz qarindoshlar. Bugun ham ba'zi davlatlarda keng ko'lamli norozilik namoyishlari bo'ldi. Masalan, Turkiyada aziz qarindoshlar, bu munosabat bilan Uyg'ur xalqi nomidan, Sharq Turkiston xalqi nomidan bizni qo'llab, o'zining din qarindoshlarini qo'llab namoyish qatnashgan Pokistonlik qarindoshlarimizga, Indoneziyalik qarindoshlarimizga, Malayziyalik musulmon qarindoshlarimizga, Amerikalik turk va musulmon qarindoshlarimizga, Turkiyadagi bizningki vafodor turk qarindoshlarimizga ham Yevropadagi turk musulmon qarindoshlarimizga alohida cheksiz minnatdorligimizni bildiramiz aziz qarindoshlar. Masalan, sizlar bilasizlar, Pokistonda yerli xalq Nazi kamplarga bu jazo lagerlariga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Uningdan keyin Indoneziyaning 10 necha shaharda keng ko'lamli norozilik namoyishi o'tkazildi. Amerikada Uyg'urlar bilan u yerdagi turk musulmon xalqlar birlashib o'tirib keng ko'lamli norozilik namoyishi o'tkazdi. Turkiyada shunda keyin bo'lyapti demdi. Masalan, Yevropada shu, masalan, oldingi juma kuni Germaniyaning poytaxti Berlindami u yerdagi turk jamoati bu yerda Uyg'urlarni qo'llab mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi keng ko'lamda norozilik namoyishi uyushtirdi va Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi To'lqin Iysa afandim bu Berlindagi namoyishda birga bo'ldi va turk qarindoshlarimizga alohida minnatdorligini bildirdi. Xo'sh, aziz qarindoshlar, har qatam shu chet ellardagi Uyg'ur milliy harakatining jonlanishi muajiratda har zaman bu vatan ichidagi hodisalar bilan, ya'ni mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqiga yurgizgan siyosati bilan, bostirish siyosatlari bilan zich munosabatli bo'lib keldi aziz qarindoshlar. Shuning uchun hozirgi Sharq Turkistonninki navbatdagi eng yangi vaziyati zoti nima? Xitoyning zaten Sharq Turkistonga yetmoqchi bo'lgan maqsadi nima? Bu jihatda sizlarni atrofli ma'lumot qilish uchun bugungi Naq Maydon suhbatimizga nihoyatda qimmatli bir mehmonimizni taklif qildik. Aziz qarindoshlar, mana ekran oldida hurmatli, qadrli bizningki butun elga tunilgan vatanparvar fidokor Uyg'ur olimlarimizdan Doktor Erkin Sidiq akamiz. Erkin Sidiqqa doim vaqtingizni chiqarib bu ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun sizga alohida rahmat aytaman. Chunki Kaliforniyada MDT degan soat 9 bo'libdi. Sizni avval qildik degan. Rahmat sizga. Voy, ishqisi yo'q. Sizlarga ko'p rahmat. Mana shu fursatlarni yaratib berganingizga. Bu men uchun bir cho'ng g'animat. Sizlarga chin ko'nglimdan minnatdorlik bildiraman. Rahmat Erkinka. Aziz qarindoshlar, Erkinkamni tanishtirmoqmi? Hammanglar bilasizlar. Nurg'un odamlar hammamiz vatanchi setrik qarindoshlarimiz biladi. Bizningki eng tanilgan dаңlıq olimlarimizning biri, o'zi ham Amerika olam qatnash idorasining oliy darajalik injeneri va hozirgacha izchil turda o'zi bir olim bo'lib qolmasdi, ya'ni shundaqla bu da'voda izchil turda Xitoy vaziyatini, Uyg'ur davosining xalqaro taraqqiyot yuzlanishini, chet ellik vatanchilik Uyg'urlarning ijtimoiy qurilmasini, ideologiyasini, ideyasini, vatan ishining vaziyatini, Xitoyning Sharq Turkiston qarata yurgizayotgan siyosatni nihoyat sistemalik analiz qilib kelgan bizningki munavvar olimlarimizning biri. Erkin akamizdek munavvar olimlarimiz bo'lgani uchun bizning bu milliy sepimizga, milliy harakatimizga qatnashadigan bizningki akademik insonlarimizning, olimlarimizning soni yildan yilga, kundan kunga ko'payadi. Bu sababdan Erkin Sidiq akamizga rahmat aytishni bir vijdoniy milliy burchimiz deb bilamiz. Xo'sh, Erkinka, bu hozir sizningki Sharq Turkistonninki eng yangi hozirgi oxirgi vaziyat haqidagi sizningki analizingiz, sizningki bu jihatdagi analizingiz qanday, qarashingiz qanday?
Bo'ladi. Men shu to'xtamay vatandagi ahvollarni kuzatib turyapman. Bulupmu yaqında bir torbat topdim men, uni o'zim tizimlab qo'ydim. İngilizce bitter winter deydikan, buni qahraton qish yoki azob oqibatli qish degan mustaq bir jurnal ekan bu. Tor jurnali. Bular nihoyatda ikki narsadan chiqadi. Masalan, lagerning ichidagi ahvollarni, lagerlarning ichidagi video ko'rinishlarini chiqadi. Aniki yaqında shu uslangan lagerlar uslangan uyg'urlarniki ishga yutilish ahvoli to'g'riliq nihoyatda konkret narsalarni o'tirib qo'ydi. Shuning bilan men bular kimlardi? Bular nima uchun bunday ishlarni bilalaydi? Ular shu uyg'urlarniki lagerda uslangan uyg'urlarning ishga yutilishi bilan aloqador turma soqchilari bilan bevosita ko'rishib bular uchur egallayotdi. Shuni men necha kun oldida biroz tekshirib boqdim bularni. Xo'sh. Bular zodi kimlar deb. Bular shu aslida buni qurg'uvchilar, shu Xitoy faoliyatchilar ekan. Aslida diniy erkinlikni qo'lga keltirish nuqtasidan o'tirib chiqqan kishilar ekan. Endi ular muxbirlari hamsi Xitoyda, ham muxbirlarimiz Xitoy bo'lganligi uchun bular Xitoy davlatining ichidagi o'xshamagan yerlarga berib, ashada hozir Uyg'urlarga turma hozirlayotgan o'rinlardagi soqchilar bilan bevosita ko'rishib, shu yerni uchur egallab, har kundagidek Uyg'urlar haqida bir maqola e'lon qilyotdi. Mening bir to'p amerikalik chet ellik tanishlarim bor. Men ularga utuliq ma'lumot qilyapman. Endi ahvol bak ichinishliq. Hozir bizniki nurg'un odamlarimiz his qilmayapti. Masalan, bir necha kun oldida bizniki bir vatandoshimiz bizniki opis bilan aloqalashib, keyin yo'l ochilsa yo'qlab bordiganlik to'g'riliq bir gapni qildi ekan. Bechat qildimmi, konkret bilmadim. Opis debdi, bolam, u kunlar kemas ketdi debdi. Sen biladigan, sen bizim vatanga qaytib kelib bizni yo'qlaydigan unda ahvol kemas ketdi. Unda ahvol mavjud emas, u bir tushib hozirda shunaqa gapni debdi. Chet elda nurg'un kishilar buni his qilmayotdi. Hozirmi hatto bo'libmi sukut turib olgan kishilar agar vatanning yo'li ochilsa birinchi vatanga berib ota-onamni urug' tuqqanlarimni yo'qlayman deb o'ylayotdi. Shunday. Lekin hozir ikki cho'ng eg'ir ahvol bor. Uning birisi Uyg'urlarning intayin zo'r sonda ishga yutkilishi. Ikkinchisi intayin cho'ng nisbatda o'lib ketayotganligi vatandagi lagerdagi Uyg'urlarda. Shunga har birimiz hozir bizning tuqqanlarimizdan qaysilari hayot, qaysilari tugab ketdi, qaysilari ishga ketib qoladi, buni bilmak intayin tez. Boshqa shunga balki vatanning yo'li ochilsa birinchi vatanga borman deb Xitoyning ko'ziga sat ko'rmayman deb turayotgan kishilar ehtimol ularniki bu orzusi amalga oshmasligi mumkin. Shunda nima deyman, masalan, yaqinqi bir qancha yil mobaynidagi ahvollarni ko'rsakmiz, zaten Xitoyninki bu niyatini aytib uchiq o'tirib chiqyapti. Masalan, G'oljin qiladi, shundoq bo'ldi. Bir mazgil odamlar sukut qilib turib olganlar bo'ldi. Ondan keyin Keyndil yana Urumchi qirg'inchiligi bo'ldi. Undan keyin bu lagerlar masalasi o'tirib chiqdi. Endi hozir bu vatan ishidagi bu millat sifatida beshimizga bir ig'ir bir kulfat keldi-da. Endi Uyg'urlarningki milliy va diniy mavjudligi tarix ko'rib boqmagan bu darajada ig'ir bir xavf duch kelgan. Bu xavf faqat vatanchilik Uyg'urlarga emas, vatansizlik Uyg'urlarga o'xshash kelyapti. Chunki hammasining degidek ya urug' tuqqani ota-onasi va yoki tunish bilish va ya saboqdoshi lagerlarda, turmlarda. Shunga sizning boy degan so'zingizni aytdi. To'g'ri, bu yerda Uyg'ur xalqi biz o'yg'onadigan, kallamizni silkib o'tadigan, Xitoydan o'zimizning rishtisini, umidini uzolmaydigan bu nachar xohishimizdan voz kechadigan bir vaqtga yetib keldik deb o'ylayman men. Xo'sh, Erkinka. Bo'ladi, men endi asosiy temaga o'tay. Xo'sh, Erkinka, masalan, shuni bayon rasmiy suhbat boshlanishdan burun, naq maydonga o'tishdan burun siz tunugin Amerikada nayt muhim Uyg'urlarga foydali bir ishning bo'lganligini degandingiz. Men bu shuni so'rayman deb beshida biroz so'rayolmay qoldim. Hozir shuni bir so'rab o'tay, bundan keyin bo'ladi. Ana biroz o'zimniki shu bir qo'ygan bor demoqchi desanglar. Men tun shu faoliyatga qatnashdim, nayt ta'sirlandim, hayajonlandim. Amaliyotda hozir shunday bir hayajonli ishida nima desa, Amerikadagi musulmon tashkilotlar qo'zg'alib hozir Uyg'urlarga yordam qilish ishini bir kun tartibga kirgizib, shu ishni boshlabdi. Shu tunogin shu ishdan biroz xabardor bo'ldim. O'zim bordim faoliyatga berib, men bu
20 minut Uyg'urlarning ahvolini so'zlab berdim ularga. Nihoyatda o'zim bir hayajon ichida ularning ashta qilgani, ularga tajribalik burunqi tajribalari anadagi rekordlarim borda, u nima ekan desanglar, bir ikki tashkilot bor Amerikada. Uning birisi Burma harakat qo'shuni deb ataladi ekan. Inglizcha Burma Task Force deb ataladi ekan. Anadagi yana bir tashkilot bor ekan, u ovoz ko'rish fondi jamiyati deb. Inglizcha Sound Vision Foundation degan. Bu ikki tashkilotniki raisi doktor Abdu Malik Mujahid ekan bu kishining ismi. Amerikada Chicago University'da doktorlik unvoni olgan ekan. Uzun yil shu musulmonlar dunyoning o'xshamagan yerlardagi zulm ichida qolib qolgan musulmonlarni qo'g'dash, qutqizish ishlari bilan shug'ullangan kishi ekan bu. Shu odam hozir shu Kaliforniyaga ketdi ekan. O'xshamagan yerlarda o'sha leksiya so'zlab ahvoldan tunishtirib qilgan ish ketdi ekan. Tunugun bizning uyga 120 kilometr qildigan yerda yig'ildi bular. Bu ahvolni menga Uyg'urlarni tunishtirish, Uyg'urlarni tunutish ummatlar ittifoqi deb bir tashkilot qurilgan yaqinda. Buni o'tganimizda tilgandim. Asosli kuzatuvimiz Washington DC'dagi faoliyatni o'rlashtirgandan keyin shu so'rin kelgan musulmon o'limalarning rahbarlari fikrlashib mushtabishni qilaylik deb boshlagan uni. Ular bilan munosabatim yaqin hozir. Endi shularni tunishtirish bilan men butun berib qatnashdim. Endi bu Uyg'urlarga foydali qadash bor desanglar, ular endi Uyg'urlarning ishini hozir kun tartibga kirgizibdi. Bular Amerika va Kanadadagi nihoyatda ko'pincha musulmon tashkilotlarining hammasidan tang ish bor ekan bular. Hep berib, shu Rohingya musulmonlarini qutqizish jihatda ko'p ishlarni qilibdi. Masalan, Amerika va Kanada parlamentida Rohingya musulmonlar uchragan ahvolniki irqiy qirg'inchilik ekanligi haqidagi qonunning chiqishida asos rol o'ynagan ekan. Undan boshqa bütün Müslüman tashkilotlarni harakatlantirib, hamda Amerika hukumatlari bilan lobbilik qilib, ular Amerika hukumatidan 400 million dollar pul olibdi. Kanada hukumatidan 380 million dollar pul olibdi. Rohingyaliklarga. Hozir endi ular o'zining ashunday tajribasini, ashunday qobiliyatini, ashunday to'rlarini ishga solib, Uyg'urlar uchun ish qilsa degan ishga otlanibdi. Bu meni nihoyatda xushal qildi. Haqiqatan suyuntirgan bir xabar ekan. Bular Uyg'urlar to'g'riliqmi bir nima yasabdi? Bir tashviqot varig'i. Ular o'shmaga yerda bosdi ekan buni. Tunugun shu bizniki fatvoga apadi buningdan. Jami 4 bat bu. Jami 4 bat intan yuqori sifatda ishlabdi. Mayli mazmuni bo'lsin, mayli qog'oz ranglarning sifati bo'lsin, har jihatdan shunday yuqori yaxshi ishlabdi. Buni Janubiy Kaliforniyadagi faoliyatlar uchun 5000 parça bastırıp diken bu ne? Tünögünün palatlarına apırıp her bir adamlar için birden haltığı salıp bu ne? Onda haltığı bana. Bunun içinde 500 parçalık bağlıdır maşın içindelerken. Şu tünök palat kekerlerge kanca kütüp ektarlasan akitanlar, taktığınlar da bu nesini beğendi. Anladıkken bulanın dikine yine bir neçe ahvallan dedim. Eğer şu teşkilat materyali lazım olsa sizlerge biz haksız sizlerge öğretip vermeyiz. Amerikadagi masjidlarda taxtlagan o'tibimiz dedi. Andan keyin bizga o'xshash faoliyat qiladigan kishilardan Uyg'ur yoshlaridan 10 odam tarbiyalab bersak dedi. Bu Amerikadagi oliy maktab o'qiyotgan yoshlardan 10 odamni maxsus tarbiyalab bersak, ular kelib bizga ishlasa bo'ladi. Qo'shimcha ishlasa bo'ladi yoki rasmiy xizmatchi bo'lib ishlasa bo'ladi. Bular maosh taqdirlar ekanda. Maoshli ish qilar ekan odamlarni. Ashda qilsa bo'ladi dedi. Andan keyin Uyghur faoliyatchilarini tarbiyalab bersak bo'ladi. Masalan, yig'in o'rlashtirish, masjidlarda musulmonlarga, andan keyin leksiya so'zlash, pul yig'ish, iyani to'plash, andan keyin shu Amerika hukumatlari bilan aloqalashish, mashtaishlarda, mashtaishda qilgan iqtidorda odam tarbiyalab berishga biz tayyor degan gaplarni dedi. Shunga bak suyundim. Shunga ben bilgan asli atigan to'g'an, atigan so'rib, mashina bir yezib chiqib qo'yay deb atigan qilib mashani yezib qilayotgandim abatinsiz. Bu yaxshi xo'sh xabarni bu xalqimizning onlig'idan yaxshi bo'ldi.
Erkin Sıdık'ı sizin məxsus şu İslam dünyasında bu Uyghur davasını, Uyghur hareketini qandaq canlandırış meselesi hakkında siz ilmi izniş yapmağa ve bu vaxtın ait nurgun yaxşı təkliflerini mi? Siz ilmi asaslı nezrivi təkliflerini belgentiniz bu vaxtı mı? Hazır, ben programda bir şey dep ötkendek ciddi bir canlış var İslam devletlerinde. Mesela bu Indonezya'da ki onda bıraklı onun neçiyatı kozulup çıkışı. Yani bu mu elbette siz degендek bayqa oxşaş kuruluşlarının ki bir yer yapmagan bazı teşvikatların yapmagan bazı ilmi hizmetlerinin bunun bir vasıta tesiri var dep oylayman. Hoş erkin kendi estetiyemiz qaytaylı vatandaş Bulundu. yeni vaziyette bazı karindaşlarımız soraptı. Bazı hoş. Abetin degan ahvallarni men resim bilan Facebook'umu chiqarib qo'yaman, hozir xabar yozib qo'ydim. Bu qarindoshlar bundan Erkin Sıdık Kamniki Facebook sayfasidan buni ko'ralaysan. Biz davaga paylaşıp tegishlik qimmatlik bir material ekan. Men ba'zi qarindoshlarimiz mendan so'rabdi, siz Esma degan bir qilishingiz siz hotellikmi deb, ba'zi ma'lumot kaltan javob berdi hotellik deb. Az qarindosh buni deb qo'y, men o'zim Xotanninki Lop naisida tug'ilgan. Ba'zida Lop deganda aralashtirib qoldi. Birisi Baying'ul Mo'ng'ul Avtomobilasi deb atalmish deylar, do'korlik. Lop nur naisi va Yemir Xotanning Lop degan bir naisi va Xotan shahriga yaqin. O'shada endi men anglasam, shu men tug'ilgan kinda qarim to'kilgan Lop naisida kichikli bir nay endi u, cho'ng emas Lop naisi. U Qarqashildagi boshqa yer keldi. 7 dona u nima jazo lageri bor. 7 dona bir nayning o'zida men tug'ilgan yerda. Bilgen bir qarindishimiz yetkazib turishini xo'sh so'rgan qarindoshlarımızdan savoliga javobini beray. Erkin endi bu biz bayqa Sharq Turkistonning ichki vaziyatini siz deb o'tdingiz. Masalan, millionlagan qarindoshlarimiz jazo lagerlarida o'lish nisbatan kundan kunga ishlayotganligi va bu o'lguchilarning ichidami mutlaq bu millatimizning javhari hisoblangan milletimizin baylığı, manevi baylığı hesaplangan olimlerimizin, ölüm olimlerimizin, tadqiqotchilarimizin, bir yerde akademisyenlerimizin bir yerde nait köp sanına nait köp işgaligi. Hem bu işkirge ötkeş meselesi. Hem de hazır mesela bu Mustabit Komikta hakimiyetinin Şarkı Türkiston'un yürütüp bu siyaseti meyle o 48. yılı elan kılınan Birleşken Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Umumi Bayannamesinin bütün o nemesi maddeleri xilap değil. Ondan başka yana 48. yılı BD tarafından maqullangan irqiy ayrımçılık qarşı duruş xalqaro ahdnamesining kimi bütün maddelerine xilapda. Uçuk aşkarı bir irqiy cinayet ve irqiy qirg'inchilikda hokimiyetning. Ama hozir Erkin Sıdık siz bilirsiniz meyle Amerika'da bo'lsin, Xitoyning Chungcheng boshlig'idagi davlat nimalarni jazolash haqida Magnitskiy qonuni bo'yicha jazolash ta'kidlanyapti jiddiy vaqtda. Uningdagi Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi ma'qullandi. Bu talash tortish qilindi albatta oldimizdagi vaqtlarda hozir bo'layotdi. Yevropa parlamentidan Xitoy hukumatining jazo lagerlarini ayblab qaror loyihasi ma'qullandi. Xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining eng asosiy kun tartibi hozirgi jazo lagerlari. Siz bu shundoq bir besimda turib Xitoy hukumatida ig'ir bir xalqaro besim bor Xitoyga. Muşunda bir besimde turib, ne için bu yerdeki bu Şarkı Türkistan qaratgan bu siyasetten vazgeçmeydi. Zaten məqsəd ne var Xitayning bir yer yetmekçi olan Şarkı Türkistan'a yetmekçi olan? Andi bu nesal çoğurak nimeden qarsak, ben bu hazırki Uygurlarniki vatandaş Uygurlarning ahvoli to'liq tafsilot to'xtalman, texnologiyani tugatmadim. Hozir ularga qarab baqsangiz, Xitoy yaqinda ag'arlashib ketdi. Bu nima Kanadadagi voqeadan ko'rvoqli bo'ladi. Huawei'niki iqtisodga mas'ul boshlig'ini tutgan, Kanada tutib, uni Amerikaga o'tkazib berdi. Ashta qilsa Xitoy hozir 200-chi qadam tutib qopti. Xitoydagi Kanada fuqarosi bo'lgan odamlarni ularniki uchi aqtallikkan qolganisi Xitoy endi Xitoydan ko'chman bo'lib berib o'sha Kanada grajdan bo'lganlar ekan, lekin hech qanday taptatmaymish ashani qilyotdi. U taraf u ishni qilyotdi, mana bu Shimoliy Xitoy dengizida u yerda biroz urushlarniki furqini chiqaryotdi. Hozir O'rta Osiyo tarafdami biroz urushlarning furqini chiqaryotdi bular. Ashta qilib ish qilib, hozir hech qanday bosh egmaglik. Xalqaro besimga. Yalnız Uyg'ur masalasi emas, umumyuzlik ahvol shunday. Uyg'urlarning masalasi ularniki bir qismi endi. Shunga taxi bu nimani ko'rsatdi desangiz, bizning oldimizda qildiqashning ko'pligini ko'rsatdi. Agar shu xalqaro besim orqali Uyg'urlarniki biz besha kelgan fojia, zulmlarni to'xtatamiz deganmiz,
biz hozirgidan jiqishdan qilishimiz kerak. Men hozir endi degan aslida ikki cho'ng mazmunda so'zlamoqchi edim. Uning birisi Uyg'ur fojiasiniki ig'irlik darajasi qancha ig'ir hozir. Ikkinchisi nima uchun Uyg'urlar degandek holatga kirib qoldi? Nima uchun Xitoylar Uyg'urlarni yo'qotmoqchi bo'ladi? Bu nurg'a odamlar so'raydigan savol. Tundagi faoliyatimni men o'tirib so'zlab yiqib bo'lgandan keyin necha odamlar qishimga ketib menda shu savolni so'radi. Meniki bu masalani tushuntirishga vaqtim yetmay qoldi. Yetmaganda ular ayrim kelib, nima uchun Xitoylar seni yo'qotmoqchi bo'ladi degan savolni so'radi. Bu savoldan hozir xiljiq odamlardan so'rayotdi, muxbirlar ko'rishgan kishilardan. Lekin javob tez yaxshi emas. Cevaptaz yaxşı emas. Buniki tarixiy sababi bor, hozir sababimi bor. Bu nayt iniq bo'lish kerak Uyg'urlarning qallasida. Shunga har qanday odam so'rasa, jondan javob beradigan holatga kelishimiz kerak biz. Men shuni to'xtalmoqchi. Lekin agar vaqt yer bermay qolib qolsa, bugun men yerimni so'zlab, qolgan yerimni yamirqatim suhbat o'tkazsak bo'ladi. Herhalde kirishib qo'ymayman. Endi Uyg'urlarniki fojiasiniki ig'irlik darajasiga kelgan vaqtimizda yaqinda Al Jazeera'da Nuri Turkel, Victor Go, andikin Mehdi Hasan uchlarniki qilgan suhbatini unutilmasligimiz kerak. Shu suhbatda Victor Go degan Xitoy amaldori Sharq Turkistondagi Uyg'ur nupsi 6 yoki 7 million keladi dedi. Bu Xitoydagi markaziy aql ombirining boshlig'i bu, raisi. Bu aynı vaqtda 79-yili Deng Xiaoping Amerikaga kelib, ziyorat o'g'achida tarjimon qilgan odam bu. Deng Xiaoping tarjimon bo'lib qolgan odam. Buni xilchoq amali vaqtda hukumatning ichida. Bunda Xitoyda bundaq bir cho'ng amaldor xalqlar suhbat o'tkazsa o'tirib chiqiblar, manda sonlarni xohlagancha deyamaydi. Bularning ikki jihat kelishib olgan plani bor Uyg'urlar haqida. Shunga bularning hozir endi Uyg'urlarning nüfusi 6 yoki 7 million deyishi bularniki planning bir qismini oshkorlab qo'ydi. Qolgan Uyg'urlar nima ketadi? Qolgan Uyg'urlar nima ketdi degan savolni. Shunga bu ishqa, bu masalaga hech kim sal qaramasligi kerak. Endi shu oxirgi shayq surib qo'ygan keldi. Oxirgi Xitoyning nüfus tekshirishi Uyg'urlarning umumiy soni 11 million 600 necha ming dedi. Bu faqat Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning soni ham dedi. Chunki ishkir o'lkalarda yashayotgan Uyg'urlarninkini aşağı o'lkaninki nimasi qatorida hisoblaydi hamda nüfus tekshirish yapilgan vaqtida mamlakat bo'yicha. Ammo shu 5-chi emgak kuchlari bu degan har xil sabablar bilan ishkir o'lkalarda qo'shnilik o'qitish Şinjan sınıfları, yani bizim degan sabablar bilan ishkir o'lkada turayotgan Uyg'urlarning soni 5-6 yil burun 1 milliondan ishib ketganligini tilga olgan ba'zi tadqiqotchilar bo'lsin, ba'zi nimalar. Endi ishkir o'lkadagi bo'pti 1 milliondan uni qo'shsak, vatanchilik 11 million 600 ming Xitoyninki statistikasida bu albatta biz ishonmaymiz Xitoy. To'g'ri. Ammo Xitoyning o'zining diginidimi? Hozir buni qo'shsak 12-13 millionda, endi bu qanday bo'lib, xo'sh, endi gapingizda. Şu 6-7 milyon degan bu son intayin qo'rqinchli. Albatta. Chet eldagi bir qism Uyg'ur ziyolilarimi yaqinda bir hisoblash yapadi. Faqat Xitoy e'lon qilgan nüfusning tabiiy ko'payish nisbati Uyg'urlarning tabiiy ko'payish nisbatiga asosan 49-yildan keyingi ahvollarni ko'z tutib hisoblash yapgan. Shu hisoblashdimi Uyg'urlarning nüfusi 20 milliondan oshadi. Endi hozir bir qism qarindoshlar 35 million degan sonlarni ishlatadi. Uniki toz degandek asosi yo'q, asosan faraz. Endi ozroq hisoblab boqdi degan taqdirdami bizning nüfusimiz 20 milliondan oshadi. Boshqa bo'g'ashqa qolgan 13-14 million Uyg'urga nim bo'ladi. Nim bo'lyotdi yoki nim bo'lmoqchi degan masol kelib chiqadi. Shunday. Endi buniki bir qism faktlar ko'rinyapti hozir. Masalanga hozir mana shu yaqinda e'lon qilgan ahvollar. Bunda ahvollar bor, men biroq sizlarga deb ketay oldi bilan. Xitoy hukumati shu azob oqibatli qish degan jurnalning muxbirlari ishkirki o'lkalardagi shu Uyg'urlarni yo'tkizmoqchi bo'lgan turmalarda ishlayotgan Xitoy amaldorlaridan olgan uchurlar bor. Eng yangi texi. Hozir bir hafta bo'ldi bu uchurlarga. Bular yerda shu yerning o'zida aşağıda kurishtirib egallayapti bu uchurlarni. Ularning deganlari bunda. Xitoy hukumati yaqinda Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga qamalgan Uyg'urlarning ichidagi 500 mingdan ortiq kishini ishkirdagi o'lkalarga yo'tkab tarqitishni rasmiy qaror qildi. Mavu Lanjuni o'z ichiga olmaydi, masan.
Bu Shanxi Xilongjiangning gapi ma'tahi. Şerşi. İsimizde bo'lsin, Lanzhouda, nimada Gansu o'lkasida bir lagerga 1 milliondan ortiq odam sig'idi. Hozir shu yerga odam tushilishga boshlandi hozir. Şunda. O'tganda bu poyezd biletlariga poyezd biletini to'xtatgan bo'lar. Şunda. Bular odam to'shiydigan poyezdlarda, lekin Xitoylar burun shu Falun Gongchilarni to'shigan vaqtida yuk poyezdi to'shibdi ekan. Yük poyezdagi yuklar qachlaydigan sandiqning ichiga qachlab odamni. Bu sirtda mangsa, buni ichida hech kim odam bor deb o'ylamaydi ekan. Ashta to'shibdi ekan bular. Hozir Uyg'urlarni shu to'shib yetibdi. Mush jurnalning baş qilishicha. Shunga bu yerda Mishaning o'zidan 1,5 million odam chiqdi degan gap. Gansuga 1 million, Shanxi Xilongjiang taraflarga 500 ming degan gap. Şunda. Bu degan ajoyib cho'ngsan. Elbette. Buni Xilongjiang o'lkalik saqchi idorasida ishlaydigan bir xodim oshkorladi. Bu 500 mingdan ortiq Uyg'urning hammasi bo'lishi mumkin. Yaqinda vatandan chiqarilgan ma'lumotlarga asoslanganda, hozir jazo lageriga sulangan 10 necha yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan Uyg'ur xonim qizlarining hammasiga tug'mas dorisi ichirilgan bo'lib, ularning hammasi odat ko'rishdan to'xtagan. Bu ahvolni o'tganda Mixail Tursun singlimiz dedi biraz. Şunda. Ama şu lagerga yetib chiqqanlar mush ahvollarni dedi. Ayollarning ahvoli intayin ichinish ekanligi, ularning hammasiga bir xil oqranlik dori ichirilganligi majburiy ashlarni o'tirib qo'ydi. Uyg'ur agentligining deyishicha, yig'ilingan Uyg'ur bolalarining soni 500 mingdan ortiq. Ular inson injenerligi texnikasi orqali hozir butunlay Xitoyga o'zgartirish yo'lida ketyapti. Uyg'urlarning bolalari. Ichkirdagi turma saqchilari bir qism yangi ahvollarni fosh qildi. Qiynash vositasi bilan odam o'zgartirish va u ahvolni qattiq maxfiy tutish qaror qilindi. Asan deyishdi. Ichkirdagi saqchi idora boshliqlariga oldi bilan yo'tkildigan Uyg'urlarni urlashtirishga yer hozirlash buyruq qilingan. Bekorlangan turmlar bir qitim talto'kis yangilangan. Bu yerga yangilash qanday bo'lgan desangiz, odatdagi turmidagi o'ylarda bir eshik, sirtqi idoradek tomlarin sirti bir eshik bo'lgan bo'lsa, hozir u eshikni 5 qat qildi. 5 qat eshikni o'tmasa chiqib olmaydi ekan turmadan. Ondan keyin uning butun derazalarini chaqilib olmaydigan darajaga o'zgartibdi. Ama Amerika'da kinolarda bilimiz o'qitmaydigan darajalar bor. Hozir bir xil materiallar bor, u suzuk, aynak o'xshaydi. Lekin uniki qattiqlik darajasi platama qattiq. O'qitmaydi, chaqilib olmaydi. Darajalarni ashta darajalarga almashtirgan. Lekin bu 5 ishikniki, 5 qat ishikniki eng oxirgi bir ishik sim tor bo'lib, uni tok ulangan deydi. Onu tutsanız tok tepip öldükensiz. Zaten şu derecede mümkün emas. Aslında şu derecede katlık hazırlanıp da bu türmeler. Türmeler etraftakilerden katlık mahfi tutulgan bulup, içinde yüz bergen işlerini, mesela aldam öldürüştek işlerini sırtıklarının bilişi mümkün emas. O kişinin digini, eğer türmedeki hemeden öldürmesi mi, sırtıkı hiç kim bilmeydi. Neçe onun türme saqçıları Şarkı Türkistan'a berip, Şarkı Türkistan'daki saqçılardan lagerdeki Uygurlarını başkuruş ve bir taraf kılış taktiklerini ügünüp gelgen. Bir saqçının diginde 5000 adam başta terbiyelenip geldi deydi. Saqçılardan 5000 adam Şarkı Türkistan'a berip, aşağıdaki lagerlara berip, aşağıdaki saqçılarla birlikte işlep Uygurlarını qanday kontrol qilishini ügünüp geldi. Tarbiyalash sohasi Uyg'urlarni Xitoy jamiyatiga mos keladigan qilib, qaytadan yasab chiqish usullarini o'z ichiga olgan. Ichkirdagi saqchilar o'rgangan taktiklar ichida men Xitoy demaganlarga tok ulashma bor ekan. Ularni toklab qiynaydi ekan. O'zini men Xitoy deb e'lon qilmoqchilik, ular toklab qiynaydi ekan. Bazılarının tok kaltiki konrap gidip tok pali ve tok urunluk işletildi ekan.
tok pəliyin azabı tok kaltıgidimi küçükə. Pəliyinki. Tok kaltıgidindeki toki adette adamdaki tirisinin atrası ötmeyken tirisiyle ötüdüke. Lekin tok pəliyi de tok ötkese adamga tok adamdaki dervisiga berip intan qattiq qiynaydi. Lekin tok kiyimim var ki, hazır tok kiyimim çıkıptı. Onu tok ulap koysa adam öldüreleydi. Uygurlar ben Xitayda itiraf kılmagıça tokta qiynaş toxtulmaydı ki. Aşında qiynaş neticesi de qamalgan Uygurlar men Xitay, men vatanni suyman, kompartiya yaxshi deydigan bo'ladi ki. Qamalganlar içinde 70 yaşdan yuqori yoshdagilarmi bor ekan. Qamalganlarning putquli bir kun 24 soat tümür kishanda bog'lanib turdi ekan. Uxlagan chaqdimi tümür kishanda uxlaydi ekan. Juyungan chaqda uxlagan vaqtlarda ma gapni deyotganlarning hammasi ishkirdagi turmush saqchilari degan boshqa ahvollar degan gaplarda turmush saqchilari degan gap. Mesela bugün bu gipingizni kessem bugün bir xabar kelibdi. Bu G'oljida ashundaq lagerda ishlagan bir Xitoy tuqay yo'qlab balki 20 yillik tuqay yo'qlab keldimi, mana nimaga unutib qolib Gansumi Chinxay nimaga kelibdi? Kep şu ayoli depiribdi, ayoliga deb bergan gapni ayoli uni oshkorlabdi-da, hamda u shu G'oljidamisiz deganga o'xshash. İlide bazı nihayet için işler hatta şu Uygurların 20 uykusunu tatip emmisine kamera bilen 60 grad 360 grad burulduğun kamera bilen her koçun dokuzlu kamera her yerde Brownwick her yerde tanka Uygurlarga aram yok hiç gündüz dağırtıp sayırtıp avazını çıkarıp böyle psikolojik hücum onların içine nasıl izipti ben tuluk göremedim. Sizin diğeriniz bu hem de bu resmi aşağı işlevatkan Xitaylarning degan gibi de hem de bu. Davatkan gibi. Bu hakikaten bugünkü dünyada mesela bu Mustafa Xitoy hükümetinin kılavatkanı bu kılınışları ki bu Hitlerning işkin dünya uruş mezgili kılın hiç qanday bir farkı yok da hem de. Farkı yok to'g'ri. Hiç qanday bir farkı yok. Erkinki mesela muşunun uzun bir dalil sifatda Xitoy özleri degan. Mesela ötkende şu cezalaganlar meselesinde nihayet sistemli doklat yazan Amerika'da bir qancha Xitoy var. Muşu özleri berip bevosita ko'rib ko'zi bilan buni BDT'ninki irqlarimizni qarshi turish komitetini yo'llabdi u Xitoylar o'zlari yozgan jazolarlar masalasidagi dokladni. Endi hozir masalan Uyg'urlar bir narsani kutib o'tadi xalqaro jamoatchilikda. Endi bu Xitoyninki apparatini bu zaten xalqaro qonunlarga nimalarga bir rasmiy bir jinoyat endi. Irqiy bir qirg'inchilik. Buningga biz yana yetarli darajada biz dalil isbot bilan ta'minlanmayotgandik xalqaro jamoatchilikni va yoki mesela hozir ciddi bir Xitoyga qarata bir nima yo'q endi jazolash nimasi bo'lmadi hozir. Shu yuzlanish bor, shu qarab ketyapti. Voy Magnitskiy qonuni o'sha jazolayotgan bu yana qilgan deb Uyg'urlarni qo'g'dash qonuni yana bizim degandek. Ama ciddi bir mesela Yevropa Birligidan bo'lsin, Yevropa ittifoqidan bo'lsin va yoki Amerika tarafdan Xitoyniki embargo yurgizgan iqtisodiyotdan bo'lsin va yoki texnik jihatdan bo'lsin embargo yurgizgan bir nimaga kamida. Endi bu sizcha bunun sebebi nima endi bu hakikaten endi bu hem turadiga o'tirib turib bu dalil isbot o'tirdi turib bu xalqaro jamoatchilikdan buni hozir jazolaganlar masalasi o'tirib chiqib bir yilni yishib ketdi. Nimada bir jiddiy bir inkas yo'q buning sabablari nimada sizcha? Bu endi mesela Amerikaniki qonun tasdiqlash rasmiyatlarga qarasak intayin astiki. Dahi 3 kun Donald Trump Tibet haqidagi bir qonunga imzo qo'ydi. Bu hozir endi Xitoyga borgan chet el amaldorlari masalan Amerikaning amaldorlari Tibetga borolmaydi. Tibetni cheklab qo'yganda shu Amerika agar sen unda qilsang biz seni cheklaymiz degan bir qonun chiqadi. Mush qonuniki dastlabda yezilib o'tirig'i tashlanganiga 10 yil bo'ldi. Demak bunga 10 yil ketibdi degan gap. Endi hozir Uyg'urlar haqida ikki qonun bor. Birisi Kongressda, bu senatorlar orasida, yana birisi nima palata a'zolari tomonidan chiqarilgan qonun. Ikkisi o'tirib chiqdi yaqinda. Endi burunqi ahvollarga asoslangan chog'da bu Uyg'urlarningki qonunimi rasmiy Amerikaning prezidenti imzo qo'yishchi bo'lgan imzo qo'yuvchilik endi 10 yil vaqt ketamdi degan savol tug'ildi bu yerda. Bu ishlar ost ekan. Hozir endi biroz
işte bek aslı qilayotgan birga BDT endi Birleşken Milletler Teşkilatı ular bek aslı qilyotdi. Uyg'urlarniki hozir beşikkan fojia o natsilarnikidan qilishmagan daraja kelib qoldi hozir. Dunyodagi to'liq xabari yo'q taraflarmi bor. Hozir dastlabda tutilgan qamalgan Uyg'urlar 1 million degan, hozir ko'pincha medialar shuni ishlatyapti 1 million deb. Men yili deb berdim Gansu, Shanxi, Xinjiang, shu yerlar atılğasaq hozir 1,5 millionga berib bo'ldi degan gap. Vatandagi hozir mening farzimcha qamalgan Uyg'urlarning soni 3 milliondan 5 milliongacha berish mumkin. Bu qamalganlarning soni. Hozir endi o'lib ketyapti shunaqa cho'ng sonda. O'lib ketmaganlarning ahvoli qanday degan bir savol bor. Bizning chet elda doktorlik, psixologiya, ilmiy jihatdan xabari bor kishilarning deyotgani, mush qadimki mush fojiada o'lib ketmay saq chiqqan kishilarmi butun odam bo'lib chiqmasligi mumkin deyotdi. Aslında qattiq qiyiqsaqni o'tgandan keyin bu odam butun chiqalarni chiqarmamdi. Qancha nisbat butun chiqalaydi degan ahvol bor. Shuning ahvolimiz bak og'ir. Endi hozir amalan mandaq bir yo'lda maqsaq bir ahlam hal bo'lib ketsa degan bir chorani topib olsa deb umid qiladi uni. Mana shundaq. Lekin bundaq chora topilmaydi ekan. Muhim narsa imkon bor. Uyg'urlarniki hammasi izlanib, bu ko'p izlanganniki foydasi ko'p bo'ladi. Bu nimada ilmiy jihatda buniki bu bir nazariy asosi bor, bu bir qonuniyat bor. Law of mastermind deydigan inglizcha law of mastermind deb. Bir odam tafakkur qilgan bilan ikki odam tafakkur qilishniki o'xshash masalasida unumi qat'iy o'xshamaydi. Bir odam tafakkur qilib, bir kishilik tafakkur qilgan bo'lsa, ikki odam birlashgan joyda 4 kishi tafakkur qila oladi. 2 kishi emas. Bu aslab ko'payib mangadigan bir qonuniyat bor. Shunga Uyg'urlarmi, bo'libmi, shu xalqaro siyosat, xalqaro qonun, xalqaro munosabat mushtaq ishlardan xabari bor Uyg'urlar. Andikin o'qigan Uyg'urlar. Cho'qim izlanish kerak. Biz hozir qadar nima ishni qildik, qanday ishlarni qildik. Endi qilamagan qanday ishlar bor. Qanday qilgan chog'da Uyg'urlarniki besha kelgan azob uqubat, zulm, fojiani dunyoga anglatalaymiz. Mushat hammadan izlanish kerak. Buning oddiy masalan siz shu Xitoydagi bo'lsin, Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga munosabatli ba'zi strategiyalarni siz egallagan. Bu yerda siz egallagan ba'zi strategiyalarni o'tirib qo'ygandingiz. Bu yerda siz ikkiga bilayli degashga men temani yangilash majbur bo'ldim, ammo Nahmedan programmasi kiratgan ba'zi qarindoshlar biroz xafalayotdi mendan. O'ng'ilg'isi bor ekan, erkinga mumkin bo'lsa shu jazo lagerlaridagi tradisiyalarga munosabatli. Hozir yana qanday bir Uyg'urlar duch kelayotgan qiyin qisloq deymiz, boy siz deb o'tgandek. Yoki bu ahvol tugmadi. Bu vaqtda yana izlanishlarni anglashni davomlashtirsak degan talab bor. Bo'ldi. Mana oxiri bor, davomlashtiray buni. Xo'sh. Qamalganlarni put qilib, bir kun 24 soat tumur kishanda bog'lab turdi. Yungandimi put qo'lidagi tumur kishanlar ilvitilmaydi. Uyg'urcha so'zlashga yo'l qo'yilmaydi. Xitoychani o'rganib bo'lmaganlarni qattiq urdi. Mushu Xitoy sashirni deb bergani. Qamalganlar o'ltirganda harakatsiz o'ltirdigan bo'lib deydi. Jimjit o'tirish kerak ekan, haykaldek. Ularni maxsus ko'zitib turadigan saqchi bor. Bumi odam qiynashning bir xil usuli. Shu jimjit o'tirish, necha soatlab hech qanday qimir qilmay o'tirish bumi odam qiynashning bir xil usuli ekan. Bir saqchi Xitoy hukumatining maqsadi bütün Uyg'ur millatini yo'q qilish ekanligini e'tirof qilgan. Bu mush ahvollarni ko'rgandan keyin bu qandaqdir ularni o'zgartimiz, bu emas. Bu Xitoy hukumatining maqsadi bütün Uyg'ur millatini bir millat sifatida yo'qotish ekan degan bu gapni bir Xitoy saqchiniki boshlig'i debdi bu gapni. O'zlash ahvollarni ko'rgandan keyin. Uning deyishicha qamoqdagi hamma Uyg'urlar o'ldirilsa-mu hech kim bilmaydi deydi. Hozir shu darajada maxfiy sunilibdi bular. Nima yaqinda bunday bir uchur chiqqan Twitterga.
buningga vatandaşlar qancha diqqat qildi uqmayman. Birisiniki yozganda Korlidagi bintuanlar 3 bir kechida 3 nima kentdagi Uyg'urlarning hammini qirib tashlabdi deydi. Shrivan zoyu deydi. 100 ming atrofidagi odam. Bunun ichida qarilar, yoshlar, ayollar, bolalar hammasi bor deydi. Qo'pruqlik qilyapti bir oqshomda shunday. Korda bo'qash. Bu xabar chiqdi Twitterga. Ondan keyin yana birilar yozdi Twitterga. Uning deyishda shu G'ulja, Qashqa, Xotan, Ashadin hozir nurg'un odamlarni darajasi bilan itvitilgan Abtuzda o'tkazishni boshladi dedi. Bu o'tkazilgan odamning soni 300 mingdan oshdi dedi. Saint-Shrivan deydi. 300 mingdan oshdi dedi. Ma'lum chiqqan xabarlar. Ondan keyin necha kunning oldida vatandan uchirib kelib bizning chet eldagi qarindoshlar uni Facebook'ga chiqarib qo'ydi. Aqsu'dagi lagerda birinchi oydan boshlab o'lganlarning soni 960 dan oshdi dedi. Ma'lumotda 10 kun bo'lmagan xabar ma'lum. Bu yerda Aqsu'dagi lagerda debdi, bir lagermi yoki ham lagermi demabdi. Endi o'tganda men singlimiz Mehrgul Tursunniki bergan isboti asosida bir sonni chiqargan. Uni nima desangiz, Mehrgul bir nimada kamerada yetibdi, oxirgi qatim 3 oy yetibdi bir kamerada. Dastlab kirgan chog'da 40 odam bor ekan, hammasi ayollar albatta. 10 yoshdan 40 yoshlargachilik. Dastlab 40 odam bor ekan. Keyin 3 oydan oxirida 68 odam bo'libdi. Shu kamerada tug'an 3 oyning ichida jami 9 odam shu Mehrgulning ko'z oldida jon uzibdi. Jon uzibdi, to'g'ri deysiz. Endi men 38 odamdan 9 odam, 68 odamdan 9 odam 3 oy ichida o'lib ketdi deb nisbatni chiqarib baqdim. Mana nisbatni chiqarsam 13,12% chiqdi. 3 oydagi 3 oyning ichida lagerdagi ularning o'lish nisbati 13,12% chiqdi. Men faqat ayollar ekan, erlarniki lagerning ahvoli ayollarnikidan jiq nachar. Şuna erlarniki lagerlardagi yukitish nisbati bundan ko'p yuqori bo'lishi mumkin. Albatta. Bir tarafdan ashta qiynavassa, dori bermasa, bizniki bo'libmi shahar aholisidagi erlarning ichida shakar kesili va oqqan danchiri kesili bor odamlar intayin ko'pdi. Agar bularga dori bermadi degan gap o'limini saqladi degan gap bo'ldi degan gap. Shunda. Shunga mushbinchi chiqarsak sonni 13,12% 3 oydagi o'lish nisbati. Shu 1 million odamdan 3 oy ichida 130 ming odam o'ldi degan gap ma'lum. O'libdi degan gap chiqdi. To'g'ri, to'g'ri. 1 million odamdan. To'g'ri. Agar lagerda bizdagi 3 million odamimiz bor desak, bu degan 500 mingga boradi 3 oyda o'lib ketgan odamning soni. Endi ma'vu yaqinda kelgan xabar Aqsu'dagi lagerda birinchi oydan hozircha o'lgan odamlar soni 960 dan oshdi ekan deb shunday deb yozibdi maningda. Buningdagi bir lagermi yoki ham lagermi bo'lmaydi. Agar bir lager deb parazsak ma'ni obatin degan nisbatga o'xshash chiqadi bu. Shunga hozir lagerdagi uyg'urlarning o'lib ketish ahvoli intayin og'ir. Mushu sonlar sirtga chiqmayotdi. Xalqaro bulardan xabarsiz qolyotdi. Xabarsiz qilyapti. Demak, hozirgi uyg'urlarniki ahvolni xulosalasak, bunda bir necha nuqtalar bor. Lagerga hozir uyg'urlarni yo'qotish jihatdan bir necha usullar qo'llanmoqda. Buning birinchisi lagerga sulab yo'qotish. Hozir lagerda uyg'urlarning soni aytaman degandek 3 milliondan 5 milliongacha berish mumkin. Ondan keyin lager turmadagilarni qiynab o'ldirish, qiynab yo'qotish. O'tganlarda bir qism uchurlar chiqib ketgan. Lager bayarlarga odam jasadini ko'ydiradigan narsalar qurildi deb, hatto ashlarga Urumchidagi bir odam jasadini ko'ydirish o'rniga 50 saqchi qabul qilamiz deb uqtir chiqargan. Uqtirchi sirtga chiqib qoldi. Bir mahalladagi lagerga 50 saqchi qabul qildi degan gap nimani ko'rsatdi bu? Buni mundaq hisoblab baxsak ham ajoyib qo'rqinchli narsa chiqadi bu yerdan. Ondan keyin ishkirga yo'tkab yo'qotish, obatin deb o'tdim. Hozir nimaga Gansuga 1 milliondan ko'p odam o'tganlaydi, bir lam lagerga.
Andikin Shanxi, Xilingjiang bu yerlarga 500 mingdek odamni o'tkazibdi. Bolalarni ota-onasidan ayirib, o'ltirib va o'zgartib yo'qotish. Hozir bolalarniki qanchalik sulanganligi haqida uchurlar chiqdi. Ammo ularning o'lib ketish ahvoli to'liq uchur yo'q. O kichik bolani boqmoq bek tez. Bizning hammamizning kichik bolasi bor. Mening navram bor. Navramni beqyapman. Hozir bir bolani boqadigan 5imiz aldirib ketparmiz ba'zi chaqda. Agar kasal bo'lib qolsa, zukamdab qolsa, necha yuz ming bolalarni sulib olib beqvasa bular. Ularning ahvoli qanday bo'lmoqchi? Bu ahvolni intayin eg'ir, lekin uchursiz chiqmayapti bu jihatda. Lekin ayollarni tug'maslik yo'qotish bu degan gap Uyg'urlarning yiltizi uzildi degan gap. Agar bizning ayol xonim qizlarimiz tug'mas bo'lib ketsa, yangidan Uyg'ur tug'ilmaydi degan gap. Lekin kentlar bo'yicha qilib yo'qotish ma'lum yangilik emas. Men mashina to'liq ozroq to'xtalib qo'yay. Bizningki ba'zi vatandoshlar yaqinda shu Xitoy haqida bir narsa yozgan chog'da manda bir ahvolni tilga oladi. Xitoy bir pay o'q atmay turib Sharq Turkistonni evoldi edi. Bu ahvol to'g'ri emas. Men bir necha leksiyalarda so'zladim buni, mana shu Uyg'urlar degan so'zlagan leksiyamda so'zladim. Chet ellarga so'zladim. Biroz iznib beqinglar. 1949-yili Wangjin Sharq Turkistonga askar boshlab borgan chog'da qanday ish bo'lganligini biroz tekshirib beqinglar. Bu ishlar yaqinda pash bo'lyotdi. Buni Xitoylar o'zi pash qilyotdi, Xitoy ziyolilari. Men bu zamonki ömrüde Kompartiya tarixini 3 qatim o'rgandim. Tuluqsizda, tuluqda olim etib chiqqan chog'da bir qatimdan. Bu tarixlar davriga qarab turib o'zgardi ekan davomli. Hokimiyat beshlik adam qarab turib, endi biz ashunday cho'ng bo'lgan. Kompartiya Sharq Turkistonni bir pay o'q atmay turib, tinch yo'lda ozod qildi deb ashunday tarbiyalangan biz. Men bu Xitoy tarixini, Xitoy Kompartiya tarixini o'rgangan 3 qatimning hammasida ashunday o'rgangan endi. Lekin yaqinda o'sha Xitoy ziyolilari o'tirish qilayotgan uchurlarni ko'rib cho'chib ketdim. Wangjin 200 ming askar boshlab beribdi. Vatanga. Urumchini olgan chog'da ular o'sha Turpan qumlarni intanchi qadamlarni o'ltirib, Urumchiga borganda tushagan buyruq ko'chada kimni ko'rsang shuni at debdiki. Uyg'urlarni. Ashadda bu Xitoy askarlari atqunilmabdi, oldida manqallari. Endi bular ayni vaqtdagi mavzudan kompartiyalarniki halaqadek xalqparvar, millatparvar, vatanparvar ideyalar bilan tarbiyalangan kishilarni ashta bo'lgandan keyin kim ko'chib ketib qolgan, jim ketib qolgan odamlarni aytishga unimisa, qurdagi askarlarga oldiki qurdagi askarlarni etinglar deb buyruq qildi. O'q chiqarib unimga askarlarni etib etib, anından keyin ko'chlardagi Uyg'urlarni o'ltirib, toki 53-yilga kelguncha agar 3 Uyg'urni bir yerda ko'rsang atqi degan buyruqni tushirib aytibdi. Ko'chalarda 3 Uyg'ur bir yerda tura olmaydi ekan, paranglashib tura olmaydi ekan. Ko'z otida ekan. Ashuna qilib, Xitoyning dafagini yaqinda 1 million Uyg'urni o'ltiribdi 53-yilgachilik. Ma'u 1 million degan son bek cho'ng son, vatandoshlar. Agar o'ylab baqsanglar, men yaqinda tekshirib baqdim nupusini. 49 yili Uyg'urlar nupusi qanchti Sharq Turkistonda edi. O'xshamagan sonlar bor ekan, umumiy nupus 5,3 million, 12-70% Uyg'ur degan sonlar chiqdi. Men tekshirsam, 60 hisoblasa 4,7 milliondak Uyg'ur bo'ldi ekan asli, lekin 53-yildagi nupus tekshirishda e'lon qilgan Uyg'urlar nupusi 3,7 million. 53-yili. Ashunday bo'lgan chog'da aslida 4,7 million Uyg'urdan 1 million Uyg'urga ketgan gap. Shunday. Ma'ni nisbatlashtirib baqsak 27% chiqadi. 4 yil ichida Uyg'urlarning 27% o'ldirilgan Sharq Turkistonda. Shunday. Shunga bu bir pa o'q chiqarmay tinch yo'l ozod qildik degan gap bu o'ydirma gap ma'lum. Endi tarixda mushtaq nupusiniki 4dan 1 qismini yo'qotib qo'ygan millatlardan qanchasi bor deb tekshirib beqinglar, jiq emas. Bunda fojia uchragan jiq emas. Eng chong fojia uchraganlar Yahudi. Unda qilib qolgan shu Shimoliy Yevropada bir necha kishi davlatlar bor. Masalan, bir davlatniki 25%
nüfusunu kırvatken Ruslar. Anda ahvallar var. Lekin müştak taqdirga uçurgan milletler köp emas. Uyg'urlar taqdirga uçurgan. Uyg'urlar Şarkı Türkistan tinch yo'l bilan ilinmagan. Bir pay o'q chiqarilmay ilinmagan. Müştak vahshiy ahvol bo'lgan. Xitoy rahimsiz millat bu. İmanı yok. Rahimsiz millet. Bu adamni intayin köp sanda öldürüş tarihi intayin uzun bulan ki. Xitoyni birinchi qatim birlikka keltirgan adam Yang Zhen degan bir adam, o'zini Qin Shi Huang deb atalagan adam. Qin Shi Huang deb atalagan adam ismi Yang Zhen. Shu ayni vaqtda Qin davlatidan Zhu davlatiga hujum qilib, milodidan burungi 2005-yillari Zhu davlatini egallab besib olgan vaqtida 10 ming askarni asirga tushirdi bu. 10 ming askarni asirga tushirib, shu bizda hammasini o'ltiringlar deb buyruq tushirib, qilishlardan chilab o'ltirdi 10 ming odam. Mao Zedong medeniyet inqilobida Xitoy rahbarlariga, aldagi rahbarlarga Xitoy nüfusining 0.1% ni o'ltirish buyruq qilgan. Ma rasmiy buyruq qilgan narsa, buning hujjati bor bu vaqtda. Shu vaqtda Xitoy nüfusi 600 milyon ekandik. Hozirgi o'lchamda o'lgan odamlar soni 30 milliondan 60 milliongacha. Endi sonni bilmaydi, hech kim faraz qilyapti. Bular nəhayət köp sondagi odamlarni qirvitish bilan shuni cho'ng ish emas. Taqdir qilib kelganlar. Tabiati shu-da buning. Tabiat. Barni vaqasini o'ylab beqinglar. İli vaqasini o'ylab beqinglar. Yaka vaqasini o'ylab beqinglar. 5-yil vaqasini o'ylab beqinglar. Har qatimliq vaqada 10 mingdan ortiq Uyg'urlar tugab ketdi. Erkin siz degandek hakikaten siz şu ceza lagerlerdeki tragiya veya içinişlik ahvallı kıyın kıstaktan malum bir kısmını dediniz vakit münasebetiyle ama hakikaten Uygur halkı bunda çok bir balay afetke tarihten bir yanda hem de bunda bir çok afetke düşkep bakmagan hem de bazı kırındaşlarımız mesela nayte tüttü çetelerde yaşamak kırındaşlarımızda hem de keçi gündüz hatta eplep uxlayamayotgan kırındaşlarımız var. Her bir haberini anlasa ko'ziga uyqu kelmay shunday tutib bearam bo'lib turayotgan qarindoshlarimiz bor. Masalan, erkin bu siz xalqaro vaziyatni yaxshi bilasiz. Ba'zilar deydi, masalan, hozir bu Uyg'urlar bishunda bir xavfga top yakun millat subsidi bir qirg'inchilikqa umumyuzlik hozir Xitoy hukumatida yushirin o'tiryapti siz degandek bayqidek vaslavlar. Ya'ni kankulamda xuddi getirdek oshkor yurgani qapta qilib o'tirib chiqib uçup oshkor qirg'inchilik qilish ehtimolidimi so'z ichyapti ba'zi kuzatuvchilar analizchilar. Ondan keyin ba'zi Uyg'ur qarindoshlarimiz o'tganda bizning bir guruh bor, bir qarindoshimiz taklif qildi, uni sizmi angladingiz? Masalan deydi hozir masalan BDT bu Xitoyniki ta'sir kuchli deydi. Bu Xitoy zaten Birleşken Devletler Teşkilatı 5 doimiy hayat a'zosining birisi ham veto qilish haqqi bor. Bu yerda Xitoyga qarshi bir qarorning chiqishi tez bayimsiz deb o'tdingiz. Endi NATO Shimoliy Atlantik Ittifoq Tashkiloti bu NATOda Xitoyning hech qanday bir ta'siri yo'q. Shunga ba'zi qarindoshlarimiz bir tarafdan Xitoyning ustidan Gollandiya loyidagi bu xalqaro jazo mahkamasiga ustini arz qilish kerak Shi Jinping boshchiligidagi bu tarafdan. Yana birisi NATOdan shu Uyg'urlarni qo'g'dashni rasmiy yo'sin yani tashkilot sifatida bilan bizga shu taklif keldi Dunyo Uyg'ur qurultayimi buni talab qilishni bu haqda iltimos sunishni talab qilyapti. Siz bu taklif qanday qaraysiz masalan shu NATOdan Uyg'urlarni qo'g'dashni talab qilish taklifiga? Bu intayin o'rinliq. Hozir siz degandek hozir menga xat yozayotgan ukulami bakchiq. Ish qilsam deydigan, shu kech uxlab uxlamayotgan, tamoq emas, uyqu emas, hayot emas, xizmat emas. O'zining uydagilarning nima bo'lib ketganligini faraz qila oladi, lekin ish qilolmay turib qolayotgan. Endi mushta ukullar yetaklashga ehtiyojliq. Ondan keyin Uyg'ur masalasida qila oladigan ishlar intayin ko'p. Men abiyatin adrak ahvalini deb qo'ydim, tunugungi faoliyat to'g'riliq. Hozir shu chet ellik musulmonlar o'tirib chiqyapti. Biz yordam qilaylik. Chet elliklar o'tirib chiqyapti. Amerikada hozir Marco Rubio masalanga ularning ichida o'tirib chiqdi. Chet elliklar qaragan chog'da Uyg'urlarniki o'tirib chiqish ahvoli yaxshi emas. Agar nisbatlashtirsak, hozir haqiqiy o'tirib chiqib zodi Uyg'urlar uchun bir ish qilay deb o'tirib chiqqanlarning nisbati intayin tuvan hozir. Qog'ali saqlayapti. Hatta bir qismlari nomus qilmay,
yo'l ochilsa men birinchi vatanga bora olmayman, men ish qilmadim deb o'tirayotganlar. Siz degan NATO'mi shu bir ahvol, lekin dunyoda nurg'un vatan insonparvarlik tashkilotlari bor. Masalan, shu Amerikadagi burungi prezidentlar, lekin BDT'niki bosh bo'lgan kishilar nechalar birlashib qurgan insonparvarlik tashkilotlari bor. U bor, NATO bor, nurg'un tashkilotlar bor. Mushlarga aloqalashib, ashlarni Uyg'urlar haqidagi uchurlar bilan ta'minlab, ashlarniki himoyasini, yordamini, amaliy harakatini qo'lga keltirgan nurg'un ishlar qilish tegishli. Masalan, dunyo buni haqiqatan bu dunyo Uyg'ur qilgan ahvolni men bilaman. Xo'sh. Sizlarning kuchinglar bak ojiz, qildigan ishlarni seçtiğinde aciz. Endi bo'lsa ko'proq odamlar sizlarniki qilintinglar asli kiramdi yoki o'z oldiga tashkillab ish qilamdi, musadiki ishlar bak ko'p. Albatta men degandek, bu ikki musulmon tashkiloti biz tarbiyalab beraylik sizlarni, yo'l ochib beraylik da'vatida. Sizlarni biz yig'ini qanday ulashtiramiz, leksiyani qanday so'zlaymiz, qanday qilib iyon to'playmiz, qanday qilib hukumat amaldirilan munosabat o'rnatamiz, ularga lobbichilik qilamiz, mushtaq jihatlarda sizlarni tarbiyalab beraylik da'vatida. Masalan, dunyo o'rtasida hozir erkakka siz degandek butun avval qatimlar biz masalan 4-27 kuni bu Yevropa İttifaqı'nın oldi o'tkazib 5000 kishi namoyish. Undan keyin Janvada o'tkazdik. 11-6 kuni necha ming kishi namoyish. Endi dunyo guruhi yana bir fikrga kelyapti hozir. Rahbarlik aytdi shuni jiddiy shunga hozirlik qilyapti. Bütün Türk İslam ellerini umumiyizlik seferberlik keltirip hem Türk elleri hem İslam devletleri çetelerdeki bütün İslam devletleri ve üyedeki Müslüman teşkilatlarını seferberlik keltirip Garip dünyasının özü çıkan milyon kişilik namayış seferberlik bir işninki plan programları hakkında mı biraz izin var dünya grubu diye rehberlik katılımda. Siz bununki önümü qanday qaraysiz? Bu bak yaxshi. Agar bunday qilib ashib qolsa, buni kelar yil 2-oyniki 10 kuniga to'g'rilab qilinglar. 2-oyning 10 kuni BDT'dagi kishilik huquq konsulligi rahbarlari almashligi. Hozir Xitoy BDT'ning kishilik huquq konsulligi boshlig'imi bir narsa. A'zosiligi chuqur bor, lekin boshlig'i bir narsa bo'ldi bo'ladi. Xitoy bu dünya kişilik hukuk konusunda başka olsa bu dünya ne mutlu etti. Şunda. Bu şuna ikinci ayda 10. günü almış iş bulduk ya vazifede. Bana şu vakit bütün dünya mikyasında muş işe karşı hatta BDT'ye karşı namaş kısım bulduk o vakitte şu. Bu BDT'nin numarolu kaldı. Numus emez mi bu? Bütün dünyadaki insanlar aklına numus emez mi bu? Yüzüne dağışı kaçamaz mı bu? Hazır dünya boyunca insan hukukunu depsana kılgan birinci devlet Xitay devleti tutsa, ularını şu kişi kodayan başka kapmaydı diyen gap bu İngilizce practical joking deydi bunu bu çaçaklar yaşamamdı bu. Man eğer bu iş pek mühim, kendime diyen bu iş neslerge, mavu açta işlerini kılışını ki en yaş peydi. Muşkitim hukukunu tutuğalı almış gerek. Xitay devletinin bunu sahip yok katiyelamken. Hem erkenke mesela bazı kardeşlerimiz deydi bu Uygurlarınki biz hazır zaten bu mesele bir milli mesele. Millet sütüde uygun işimiz gerek. Bu Sovet Komünist Hükümeti halkının selvatı ırkı kırgınçılığa millet sütüde bir bütün halde karşı duruşumuz gerek. Senin teşkilatın, benim teşkilatım ya ki siyasi faaliyetini yaxşı görmem, bana yaxşı görmem demesligimiz gerek. Şimdi demeydiğim bir vaktimiz hem de hazır. Çünkü halkımızdaki içine işitip duş kılıvatkan tradiyelerin siz neydi az bir kısmını dep öttünüz. Belki sizin bazı kardeşlerimizden biraz psikolojik bir zerbe uçurmuşsun dep ayap kalkan bazı yerleriniz boz gerek. Tuluk sözünüz dep oylayayım şunun içinde. Ama hem de bu hazırki vaziyetine ait eğer mesela hem de bu siz bu chatellerdeki hem siz bütün halkımızı tanılgan bir Uygur alimi buluştuklarınızdan bu chatellerdeki Uygurlardan nemini talep qilish saqlanayotgan masala asosiy nima qilish kerak Uyg'urlar chet-ellarda yashayotgan va Uyg'ur siyosiy faoliyatchilar ham Uyg'ur tashkilotlari. Endi men meni kitoblarimni o'qiganlar biladi. Men burillamkin, hali burillam 4-5 yillarning oldidilamkin
chet eldagi hamma Uyg'urlar Uyg'ur degan birli bayroqning ostiga to'planish kerak deb shuni o'tirib qo'yib kelyapman. Hozirmi o'xshash. Gerçi o'xshamagan tashkilotlar qurilyapti. Uningki ularning qanday qilishidan qat'iy nazar hozir bo'libmi? Haligi quruq shuvalga eslib olib, bir-birimizningki ko'ngliga azor beradigan ishni tashlab hozir. Navbatdagi Uyg'ur krizisini hal qilish ishiga hammadan o'rtaq atlansak bo'ladi. O quruq shuar bilan ish olmaydi. Konkret sharkat bo'lish kerak. Shunga siz o'zingiz nimani talab qildingiz, nimani istaysiz, bu turaversin. O tuttuğunu yaxshi turaversin, uningda o o'sha turaversin bo'lgan narsalarni. Lekin hozir agar amaliy ish qilmasak, vatandagi millatning ahvolida o'zgarish bo'lmaydi. Shunga muojizatga atlanishimiz kerak. Bu jihatda albatta men degandek, hamma Uyg'ur, faqat Uyg'ur degan birli bayroqning ostiga to'planib ish yapirish kerak. Ish yapirib, oldindan yana bir yangilik bor, ammo bugun ko'rdim, ammo Abdulla Ayub inimiz Bosniya to'qinishiga yetakchilik qilgan bir odamniki, mening tushunishimcha, endi xato bo'lsa apu so'rayman. Bosniya to'qinishiga yetakchilik qilgan bir odamniki Uyg'ur masalasi haqidagi takliflarni Uyg'urchaga tarjima qilib Facebookga chiqarib qo'yibdi bugun. Men bu to'plagan ishni taqib qo'ydim, ko'rib baqqanlarni. Nim debdi u odam. Bu odamniki degan muhim bir narsa. Hargiz musulmonlik diniy kimlikga o'tirib chiqmanglar debdi. Diniy kimlikga o'tirib chiqmanglar. Assalomu alaykum Erkinka, anglayapsizsiz? Bir texnikalik bir sabab chiqdi. Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, sizlardan uzr so'raymiz. Assalomu alaykum Erkinka. Bir texnik bir masala chiqib biroz uzilib ketib qoldi aqchar. Shu. Qani marhamat, davomlashtiring. Telefon yapma. Telefon kelib boshlanib qoldi, ma bu. Tamam, marhamat. Endi aşını bir kırpak çıktı mı? Çıktı, hazır çıktı. Merhaba. Bolsa chet eldagi bilimlik yetakchi o'rinda turayotgan qarindoshlarimiz o'qib chiqqanlar ani. O kishini aytib aniq debdi. Hargiz diniy kimlikga o'tirib chiqmay, o'zinglarniki milliy kimlikga o'tirib chiqinglar. Hozir Xitoyniki qilayotgan ishi qandaqdi musulmonlarga qarshi emas bu deydi. Bu insoniyat ustidan yurgizgan jinoyat. İnsaniyat ustiga yurgizgan jinoyat. Mush nuqtadan chiqsanglar, sizlarniki dunyodagi do'stlaringlar ko'paydi. Butun dunyoni kemasiga erishalasizlar deb aytib obdan fikrlarni o'tirib qo'yibdi. Bo'lsa qarindoshlar ham o'qib beqinglar anasini. Bu inimiz yana boshqa, masalan, Chechen yo boshqa yerdagi kurashlarga yetakchilik qilgan kishilarniki takliflarini evatqa o'xshaydi. Askin uni ko'rdik ekanmiz. A'larning gapiga quloq solaylik. Bular aytdi cho'ng siyosatlar nurg'un ishlarni beshini kechirgan. Ondan keyin dunyo xarakterlik faoliyatlarni, harakatlarni, shirkatlarni qanday yapasi bo'ladi? Qanday qilgan joyda dunyoning himoyasini qo'lga keltirgan bo'ladi? Bu jihatdan tajribasi bor kishilar. Ma orzular reallik o'tirsida cho'ng farq bor. Hammamizning orzusi bor. Lekin biz ish qilganda reallikqa hurmat qilmasak bo'lmaydi. Biz tutgan qasi yo'l unum berdi, qasi yo'l unum bermaydi, ma'ni qarash kerak. Ondan keyin qasishni qachon qilaman degan narsa bek muhim. Mana navbatdagi krizisni hal qilishda unum beradigan bir qism ishlar bor, biz qilish tegishlik. Hozir hammamiz o'zimizni shunga markazlashtirishimiz kerak. To'g'ri deysiz. Nima ma bugungi suhbatni aslida yarım soat 40 minutda qilaylik degan 1 soatni ishib ketibdi. Menimcha bo'lsa ukam alqi bir o'zimiz tuzum qilib olsak 1 soatni ishib ketmasa, bo'ldi. Bizning aspirantimiz shu. Musofatniki yerimi qilib qoldi yana. Ya sizningki suhbatingizga xalqimiz nihoyat qiziqdi, nihoyat ahamiyat berdi. Shuning uchun suhbatni biroz nim qilishga majbur bo'ldik. Erkinka, to'g'ri deysiz, nihoyat obdan tavsiyalarni berdingiz. Inshaalloh biz bu suhbatni yana endi davomlashtiramiz bundan keyin. Buning davomli leksiya shaklida ikkinchi, uchinchi nimalarga bilib, qismlarga bilib davomlashtiramiz inshaalloh. Undan keyin hozir masalan siz boya dedingiz, endi bu Xitoy butun dunyoga maydon o'qiyapti hozir.
Nima qila olaysan deb muttahamlik qilib. Doğru. Ama endi dunyo vaziyatinki, dunyo jamoatchiligininki kuchiniga sal qaramasligimiz kerak. Va hech nima qilolmaydi mana o Xitoyni deb darhol bir kechada bo'lib ketmaydi. Siz boydingiz Amerikaning qonunini ostida BDTmi shu boshqa xalqaro organlarmi shu mayli Yevropa parlamenti bo'lsin. Shunga biz bir kechada masalaning hal bo'lishida uni kutmasligimiz kerak. Savrichan bo'lishimiz kerak, g'ayrat qilishimiz kerak. Xalqaro jamoatchilikninki kuchiga ishonishimiz kerak. Chunki bugungi dunyo global dunyo. O Xitoy bir qo'sha ishni etib olib, bo'pti sana tayanmaymi bo'ldi, o'zimning jinni o'zim boqim xalqimni ochib qo'ymay deydigan u vaziyat ishini taqvolgan vaziyat tugidi. Chunki hozir Xitoy mayli iqtisodiyotdan bo'lsin, mayli aloqa uchur vositasidan bo'lsin, texnik jihatdan bo'lsin, dunyo butunlashib ketdi. Bu yerda dunyo jamoatchiligi tarafidan, kuchli davlatlar tarafidan va yoki Yevropa Birligi tarafidan Xitoyga jiddiy bir embargoning iqtisodiyotdan, texnik jihatdan bir embargoning Xitoyning iqtisodi uchun cho'ng bir tahdid shakllanadi, xavf shakllanadi. Buni ishonishimiz kerak. Chunki hozir erkinlikni aytib o'tganmisiz, Xitoydagi o'rta cho'ng korxonalarniki hammasi degidek, ya'ni xizchiya deb Xitoy chet el shirkatlari sheriklashib, hozir bog'lanib qoldi texnik jihatdan va yoki mablag' jihatdan. Mesela o'ylab bakın 89-yil Beijing qirg'inchiligi bo'ldi. Bu sababdan shu vaqt demokrat Xitoy qattiq kuchaydi, o'rkash davlatlar yo'naldi. Shunga oxiri Yevropa Birligidan Xitoy qarshi qurol yarog' embargosi yo'l qo'yish qarori chiqdi. Bu qarorni hozirgacha Yevropa Birligi ilvatmadi. Bir qarorchisi oldirab ilvatmaydi ekan, ammo bu Xitoyni iqtisodiga qattiq ta'sir qildi. Shu vaqtda Xitoyning ichki qismida kriz bo'ldi. Hozirgacha Yevropa Birligi a'zo 28 davlatdan yuqori texnik setib olmaydi. Shuning uchun jasuslik qilib texnik o'g'irlayotdi Xitoy hozir Yevropa Birligi a'zo davlatlardan. Shunga bu yerda dunyo jamoatchiligininki küçüğümü işinişimiz gerek, bir gün öküre, 2 gün öküre, bunda öküre ketivermeydi. Ama onun toktaptı. Ma dünyanın ilgisi var deyilgan bir güç çıkıdı. Ma halkның, ma milletның ilgisi var deyilgan bir bizge istaçlık bildirdiğen, köngül bildirdiğen bir güç çıkıdı da böyle erkinken. Doğru, doğru deysiz. Andi o şu magipinizga bir qo'shim chiqib qo'yay. Qo'sh. Buni qarindoshlar hamisi bilib olish kerak. Xitoyniki hükümdarlık tüzümü 2000 yıldan artık tarixi var bulaniki. Eğer bütün 2000 yıldan artık şu tarixini teşhisse, bunda bir narsa enak olurdu. Birisi bulanık siyasi tüzümünde özgürlük bu bakayımız. İkincisi, Xitay hükümdarları insanını idare kılışta en rezil vasıtlarını kullangan bular. İzchil türde. Bunun ismi özgergen, lekin mahiyetini özgergen emas. Hozirgi kompartiya hukmdorligimi o'xshash bu jihatda. Shunga biz bu ishni bilatdik, Uyg'urlar bilatdik. Biz Uyg'urlar Xitoyniki zulmiga eng ko'p uchragan, Xitoy bilan aloqamiz bo'lgan, tariximizmi eng uzun bir millat endi. Ashta boshqa biz buni burun tushungan, shungalki taşlarga yozilgan vasiyatlarmi bor. Ashani bizning burunqi ajdodlarimiz qilib qo'ygan ishlar bu. Hozir endi Xitoy o'zining shu rezillik vositalar bilan insonni boshqarish usullarini chet ellarga eksport qilaman deb tirishyapti yaqin yoqi. Buni dunyo bilmagan. Endi bilyapti. Endi bilyapti. Shu bu bir cho'ng yaxshi ish bu. Biz burun tushundiramagan buni, endi amallan buni yegandan keyin tushunib, hozir endi xalqaroda bir xil birlik istab tuzilyapti Xitoyga qarshi. Xitoyning mohiyat jihatini tushunib, bu Xitoy hükümdarlarının mahiyetini düşünüp bu dünyaya bir balaya yapatken degan narsani Xitoyniki hükümdarları almışmış bo'lmayotgan diye geldi. Başta başka bu bir çoğun yaxshilik. Endi mush narsani biz bilishimiz kerak. Kishilar bilan paralashgancha da mushani deyishimiz kerak. Allah insonlarni ma'lum erkinliklar bilan yaratgan. İnsanların erkinliklari bor. Hozirgi zamonda Muş insanlarga berilgan erkinlikni eng yuqori darajada joriy qildira oladigan tuzumni yaratgan yer Amerika. Bizning nurg'un diniy ulamolarimiz bilmaydi Amerikada yashab boqmog'i uchun. Amerikaniki Iroq ishlarida, Falastin ishlarida qilib qo'ygan bir qism xatoliklarni ko'z oldiga kelib ulardan norozilik bor Amerikada. Lekin Amerikada yashab boqqan, shu g'arb ellarda, Angliya, Germaniya yashab boqqanlar biladi. Allah insonga bergan erkinlik hukukunu en yukarıda derece cari kıldırılayan sistem Amerika ve G'arb ellerinde var. Müslüman ellerde yok bu. Amerika müşahede dünyada ülkeye hazır. Allah insana bergen hukukunu en yukarıda derece cari kılıp yaşaş imkanı yaratış cihette Amerika ülke. Lekin Xitoy ta'tirisi buniki.
Şu Xitay hükümranlık urğu çıkıdıyken bütün dünyani bir kanunluk basıdı. Muş neslini kalımızdan çıkamazlığımız gerek. Biz başka avlar söyleşken çağda bunu oturup okuyuşumuz gerek. Rahmet sancık sözler ketip kaldı. Rahmet Erkinka, sizinki sözünüzge bizninki ikraldaki qarindaşlarımız qanmaydı eken. Nayt yaxşı görür sizin sözünüz. Hatta sizin sual sorğundan bunu qap bolğan qarindaşlar var. Vaqtdan aldın Erkinkamni anlaytdık dep. Haqiqatan bu qarindaşlarımıza rahmet etmedi. Nayt samimiy taklif berdi qarindaşlarımız bugün. Albatta biz qarindaşlarımızningki fikrini, takliflerini, samimiy takliflerini nayt ciddi qaraymiz inşallah. Ben bu 35 yıllık bir kesbi akbaratçı ama bu nakmeydan programımız biraz tesken inşallah arkadaşlar bunun dikken hakasılarının yardım bilen duayanla bilen teknik kırılımlarla asla biz tekimi dersler memnun kıldığın şekilde arkadaşlarımızla, ustazlarımızla sohbette prestijimiz. Erkenka sizge alayda kayıt rahmetimni minnettarlığını bildirmen bugün ayda yaxşı mühim meselelerde ayda mühim teknik fikirlerini malumatlarını oturup koydunuz. İnşallah biz bunun için siz bilen bu tema nötrlük asasında ya bunu devamlaştırırız ve başka temalarda daim pat sizlerle sohbetleş turşukturuşumuz. Rahmet sizge. Buludu. Rahmet sayım köp rahmet. Rahmet. Barlık körülmenlergim rahmet sizlergim. Sizden Allah razı olsun. Rahmet. Assalamu alaikum. İkraldık Şarkı Türkistanlık aziz qarindaşlar. Dünya Uğur Kultiyi tarafından tasdiqlanan Tor televiziyasının bugünkü Nahbeydan sohbet programımızga sizlerine tekrar hoş geldiniz deyman aziz qarindaşlar. Yuqorida biz Uyg'urlar tunulgan, elga tunulgan bizning vatanparvar olimlarimizdan Doktor Erkin Sidiq akamiz bilan mühim temada sohbat yapdik ve şunun bilan bu qatim sohbatimizni mishada oxirlashtirmoqchimiz vaqt munosabati bilan inshaalloh keyingi qatimda programmamizni ko'rishaylik. Ko'rish omon bilan xayr xo'sh. Hammaga xayr inshaalloh.